Короче, brend kompaniya chiqqan. Mana shu kompaniya chiqqan. Shu reklamasi uchun $10,000 pul to'lashdi. Senga. Bitta dona post qo'yish kerak. $10,000 pul to'lagan. Faqat uni siz qilishingiz kerak reklama. Menga ber bo'lmasa 10,000 olib beraman brilliantni bo'lmasa menga. Shuni reklama qilib bering, men olaman. Olib beraman. Men bekinib turaman, tabiiy chiqsin. Bo'lmaganmiz o'rtoqlar. Nasa. Aldama menga. Spokойно, so'zga chiqqan xotinga o'xshab gapirmang. Reklama qilinglar, tez-tez Do'stlar, gapiring. mana bu magamiz chet elda ishlab chiqarilgan oti papiya. Papiya degani, bu degani yirtilib ketmaydi degan. Foydasi orqa tomonda yumshoq qilardi. Sizga yara chura zarar pilish degan narsa bu. Yumshoq takoy bu chiroyli artiladi, yaxshigina bo'lib. Hazırlaştım, 10,000 sizdan aylansin. Xudo yomon reklama qilar ekansiz. Eveli. Ishondingizmi? Конечно, ishonaman-da. Men o'yin qildim. yumshoqqina, ko'zingizni tirtirlamaydi. Tillatmaydi, og'ritmaydi, yaxshi-da mana gemoroylarga zo'rda. Aya, reklamaga pul to'lamagan bular. Men hazırlaştım, haliyam 10,000 so'm haliyam reklama qilib yotibdi.